olib qolaman. 500 so'm уже olindi kattamdan. Nima qilib Ajdaniya men keldim o'shancha joydan yurib. Men o'zimni ajdaniya qilganim yo'q sizga. Men olib bormayman siz opa. Olib bormasa endi отказ qilmani. Bo'ldi, hozir 5 minutdan keyin отказ qilaman. Nimaga endi 5 minutdan keyin отказ qilasan? Qachon отказ qilishim kerak? Nima 5 minutdan keyin отказ qilasan? Qancha отказ qilishim kerak? Muomalangiz to'g'rilab gaplashing opa. Ko'rsatib qo'yganmiz. Siz ko'rsatib qo'ygan joyingiz mana mana shunda turibdi singlim. Больницani ichi emas. Показывать водителю, где я deb qo'yganmiz. Ichkarida o'tirganimizni ko'rdi. Mana. Singlim. Mana siz mana chaqirgan joyingiz mana shu zapravkani oldi. Men xuddi mana shu keldim. Men o'zim gapirmayman unaqa gapni. Siz bansiyachiga chaqirgan bo'lingiz. Yo, bu shunaqa birovlarni jalba ona qilar ekan. Qiling, bemalol. Xohlaganingizni qiling. Xohlagan narsangizni qiling. Sudga borasizmi, boshqaga borasizmi? Men sizni olib bormayman. Nima aytib qo'yasiz? Mashinani tezroq haydang, men mashinada o'tiribman. O'tiravering. Men yurmayman men. Men olib bormayman sizni bo'ldi. Men bunga jalba qiling. Qilavering xohlagan narsangizni. Hamma narsani ko'rsatib turadi. Qayerda nima bo'lyapti, siz qanaqa muomala qilyapsiz? Sizniki ham, saniki ham shunaqa bo'lyapti. Ha, xo'p, mayli, ko'ramiz-da. Hayda dedim mashina. Haydamayman. Nimaga bo'lmasa mashina odam bo'ldi, отказ qildingiz. Bu отказ qilib bo'lsam nimaga bo'lmasa 2 ming tish chiqsanglar olmaylar mana. Xo'p, mayli. Ilohi amin. Tishlar omali bo'lsin. Topgan, mana shu bolani topgani oti nima ekan buni? Amin. Agar siz haq bo'lsangiz shunaqa bo'lsin. Haq bo'lmasangiz o'zingiz ko'rsin. Yetavering aytgan gapingiz. Gapiravering. Jahongir ismim. Xohlagan duoyingizni qilavering. Mashina.